Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Buxoro shahar eski Obilgay Power'da joylashgan 3 qavatli g'ishtli domning 3-qavatdan 3 xonali kvartira srochna sotuvga chiqyapti. Video obzorimizni ko'rib o'ting. Video obzorimiz oxirida narx-navo qolgan ma'lumotlarni aytib o'tamiz. Biz bilan birga qoling. Aytib o'tgan kvartiramizda biz qadrli obunachilar, kiraverishda kvartiramiz ko'rinishi proyekti 2 ta onlayn proyekt, kladovka, spalnya, detskiy komnata, zali, oshxona va sanuzul qismi. Kiraverishda birinchi ko'radigan xonamiz detskiy komnatasi. Prixojin shkaflari qoladi, gilamchalari qoladi. To'liq pol qilib bo'rilgan shkaflari faqatgina mana bu atmosferani olib ketadi. Derazalar akvaplast do'stlarni bo'lgan. To'g'rimizda kladovka qismi, bu tomonda esa yotoqxona qismi. Yotoqxonasi ham kattagina ko'rib turibsizlar. Dug'uz paylasi, shkaflari mana bu ko'rib turgan trumolari qoladi. Kladovkasini ham ko'rsatib o'tamiz. Ancha-muncha jihozlarni sig'dirishingiz mumkin. Mana bu yoqda esa zal qismi eshiklari, chiroyli podzagas cho'plik eshiklari, zalimiz kattaligini ko'rib turibsizlar. Patolog gipsokarton, bu konditsionerlari, mana bu televizorlari hammasi qoladi, gilamlar to'shab bo'rilgan. Isitish tizimi kotel orqali Wi-Fi gacha o'rnatilgan xonamizda. Uyimiz balandligi 3 metr. Mana bu yoqda esa arka shaklida kiraverishda oshxona qismi. Oshxonamiz ham kattagina, mana bu ko'rib turgan uголок mebel divanlari. Mana bu yoqda kuxnya mebel garniturasi, gazli plita vichkalari, faqatgina mikrovolnovka, mana muzlatgich olib ketiladi. Qolgan barcha jihozi qoladi. Bu tomonda oshxonaning balkon qismi, balkonchasi ham kattagina. Mana bu yoqda kotelchasi, sirkulyatsiya orqali ishlaydi kotelchasi, nasos orqali. Shochka elektron o'zgartirilgan. Derazalar bu yoqda ham akvaplast do'stlarni. Mana bu yoqda kiraverishda vanna xona qismi. Eshigi akfa. Mana bu yoqda ham arisoncha qo'yilgan. To'liq plastik qilib bo'rilgan, oyoq taglari kafil qilib bo'rilgan. Unitaz vannalari akkuratni holda saqlangan. Mana shu, mana bu yoqda rakvinasi, stiralkadan olib ketar ekanlar. Mana shu 3 xona 3-qavatda joylashgan. Kvartiramiz kimga ma'qul kelgan bo'lsa, pastda nomerdan qoldirib o'tamiz. Manzil Buxoro shahar eski Obilgay Power'da. Narxi 29900, yana ozroq summada barakasi uchun bir nima o'tib beraman deyaptilar. Srochna sotyaptilar. 3 qavatli g'ishtli domning 3-qavati. Kelinglar, ko'ringlar, chiroyli kvartiramiz egasiga aylaninglar.